Vokzaldan polnotsiyali 4 xonali kvartiramiz sotuvga chiqqan. 49-maktabning yonida bo'lyapti. Hozir qisqacha obzorni qilamiz. Mana shu yer bizlarda mehmonxona bo'lyapti. Ko'rishlaringizdek televizorni qilingan, mana shunaqa chiroyli qilib bezatilgan va mana bu yerda mehka zona bo'lyapti. Mana bu yerda kolonna oyna qilingan. Bu yerda esa bizlarda oshxona bo'lyapti. Oshxonamizda ko'rishlaringizdek hamma mebel jihozlari bor va konditsioner o'rnatilgan kvartiramiz. Yerda remont qilingan. Remontdan keyin hali hech kim yashamayapti. G'ishli domda joylashgan do'stlar. Dvoxkonturniy kotel o'rnatilgan, so'ng pol qilingan va mana bu yerda bizlarda kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Kattalar yotoqxonasidan kровать, tumbuchka, shifoner, televizor va konditsioner o'rnatilgan. Mana bu yerda esa bizlarda bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Mana shunaqa chiroyli. Bu yerda ham remont qilingan do'stlar. Mana bu yerda yana bitta yotoqxona joylashgan. Va menga kvartiramiz nimasi ma'qul bo'ldi. Mana bu yer esa bizlarda prixoja bo'lyapti. Prixoja mebel qilingan. Asosiy kirib kelishimiz eshigi nimasi ma'qul bo'ldi? Bu yerda ikkita razvedniy sanuzol joylashgan. Bu birinchi sanuzol bo'lyapti. Va mana bu yerda ikkinchi sanuzol. Kvartiramizning kvadrati 80 kvadrat va narxi ham 80 ming, yana savdosi bor do'stlar. Qo'shimcha ma'lumot pastda bo'ladi. Videoni tanishlarga yo'l qo'yish esdan chiqmasin ko'rishguncha.